Hammasi mana shunaqa uylar tushgan. Bitta dona mana shu quruq yerimizda qolgan ekan. 6 sotuli, fasadi 20 metr, Nazarbek Grand to'yxonasi orqa tarafida. O'zi oxirgi payt ko'rayotgan bo'lsanglar, nima qo'ysak sotilyapti. Mana shu Nazarbek Grand to'yxona atrofidan yerlar, uylar, rosa ko'p sotildi. Bunisini ham xudo xolisa sotib olamiz. Sababi narxiga munosib 26 mingdan berishyapti har bir sotigini. 6 sotuli yer, fasadi 20 metr, yonida hozir yo'li ham bor ekan. Quruvchi odamlar oladigan bo'lsa zo'r variant. Shundoq yer olasiz, bir etaj qurasizmi, to'g'rimi? Balandroq imorat qurmoqchi bo'lganlarga ham zo'r variant ekan. Ikki tarafdan ham muammo bo'lmas ekan, qaranglar. Suv ham, svet ham, gaz ham eshikning tagiga kelgan ekan. Ichkariga olib kirib olsanglar bo'ldi. Mana shu yerini aytayotgandim, yonida qaranglar. Quruvchi odamlar oladigan bo'lsa, mana yuzini bu yoqqa qaratib, uchastka so'radigan bo'lsa, mana bittadan o'zidan ozgina kesadi. Mana bu yerni agar bular bilan kelisha olsa, shuni to'g'irlab turib, yo'lak qilib, bo'tga rosa ko'p katta istosa bo'ladi. Manzilni tushuntiraman. Mana shu ko'cha bilan shundoq Grand to'yxonaga chiqsanglar bo'ladi. Maktab, bog'cha, magazin, aviakatsiya, hamma narsa, bozorcha, hamma narsa bor. Korzinka. Bu ko'cha bilan masjidga chiqsanglar bo'ladi bemalol. Egalarining nomerlarini ekranda qoldiraman. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegramda bo'ladi. Bu videoni Nazarbekning yaxshi joyidan uchastka qilaman deganlarga jo'natib qo'yinglar.